o'quvchilar, hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan birgalikda asosiy fokusimiz, ya'ni 4-darsimizning asosiy fokusimiz bu possessionga bo'ladi. Bu degani tegishlilik degan ma'noni anglatadi. Va bizda birinchi ko'rib chiqadigan mavzuyimiz grammatikadagi yana bir muhim mavzulardan biri have got hamda has got, ya'ni bor bo'lmoq degan ma'noni anglatadi. Ya'ni bor bo'lmoq, ya'ni sizda nimadir borligi, kimdadir nimadir borligi, do'stingizda bor bir narsa mavjudligi. Xo'sh, birinchi bo'lib aslida qanday holatlarda ishlatilishini ko'rib chiqsak. Aytib o'tganimdek, kimdirga biror narsani tegishliligi. Masalan, menga masalan qanaqa tushuntirsam, biror bir ruchka bor menda va ushbu ruchka menda bor. Bu narsa menga tegishli degan holatda ishlatishimiz mumkin. Masalan, I have got a pen. Ya'ni menda ruchka bor. I have got a pen. Masalan, unda sumka bor. He or she has got a bag. Ushbu holatlarda ishlatiladi va hozir sizlar bilan birgalikda have got hamda has got ning orasidagi farqlarni ko'rib chiqamiz. Ularning ma'nosi bir xil ma'noni anglatadi. Ikkalasi ham bor bo'lmoq, tegishli bo'lmoq degan ma'noni anglatadi. Xo'sh, have got dan boshlasak. Bizda I, we, you hamda they pronounlari bilan birgalikda biz have got ni ishlatamiz. Mana shular bilan have got ni ishlatamiz. Va has got ni esa biz he, she hamda it pronounlari bilan esa biz has got ni ishlatishimiz mumkin. Xo'sh, har biriga misol keltirib o'tdik. I have got a bag, she has got a pen. Mana shu ularning orasidagi asosiy farqi. Endi sizlar bilan keling, birgalikda negativ qismiga ham o'tamiz. Xuddi to be kabi ushbu holatda ham have got yoki has got da ham biz negativ formamiz mavjud. Va bu yerda bundan tashqari bizga yana bir aytib o'tishim kerak bo'lgan narsa, bu yerda hozir biz nafaqat have got, balki have ning o'zini ham ishlatishimiz mumkin. Ya'ni ikkalasi ham bir xil hisoblanadi. Yoki biz nafaqat has got ni, balki has ning o'zini ham ishlatishimiz mumkin. Ikkalasi bir xil ma'noni anglatadi. Ularning orasida farq yo'q. Agarda biz negativ holatda ishlatmoqchi bo'lsak, have hamda got orasiga not qo'shimchasini qo'shamiz. I have not got yoki have dan keyin not qo'shimchasini qo'shamiz. Bu yerda ham bizda has va got orasiga not qo'shimchasi qo'shiladi negativda va has dan keyin ham not qo'shimchasi qo'shiladi. Va ikkalasi ham bir xil ma'noda. Bu degani menda ushbu narsa bor emas, menda bu narsa yo'q degan ma'noni anglatadi. Endi sizlar bilan so'roq formasiga o'tsak. Xo'sh, biz negativ va oddiy holatlarni ko'rib chiqdik. Endi sizlar bilan birgalikda so'roq holatiga o'tsak. So'roqda ham bu yerda faqat have hamda pronounlarning joyi almashadi. Masalan, I have got a book deydigan bo'lsak, agar uni so'roq, mana bu oddiy formasi. Bizda oddiy forma. Agar uni negativga o'tkazadigan bo'lsak, I have got a book deyishimiz mumkin. I have a book deyishimiz mumkin. I have a book. I have a book deyishimiz mumkin. Bundan tashqari biz aytishimiz mumkin. I have not got, I haven't got a book deyishimiz mumkin. Yoki I have not
a book deb aytishimiz mumkin. Xo'sh, endi so'roq holatda bu nimaga o'zgaradi? Endi sizlar bilan so'roq formasini ko'rib o'tamiz. So'roq formasida bizda I have not bo'ladigan bo'lsa, ya'ni I have bo'ladigan bo'lsa, have I ga o'zgaradi. Shunchaki have I got a book. Menda kitob bormi? Have you got a book? Senda kitob bormi? Yoki ushbu holatda bunday holatda agar got so'z ishlatadigan bo'lsang, have I a book yoki have you a book? Have I a book? Have I? Yo'q. Bu holatda have I emas, do I have? I have a book. Ushbu holatda esa ko'pchilik o'ylaydi have I a book deb ishlatilishi kerak deb. Lekin aslida ushbu holatda biz do so'zini ishlatamiz. Do I have a book? Do I have a book? Or do you have a book? Bu yerda do ishlatiladi, undan keyin do plus pronoun and then have va bu yerda noun. Xuddi shunday ishlatiladi. Endi sizlar bilan birgalikda bularning qisqartma holatlarini ham birma-bir sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Xo'sh, unday bo'ladigan bo'lsa, qisqartma holatlari qanday bo'ladi? I have, masalan, I have so'zi bizda I've ga o'zgaradi. I've. yoki she has bizda she's. She, bu yerda to'qqiz is. Xuddi shunday. Va bizda bundan tashqari negativ ma'nolari bor. Negativ ma'no, masalan, I have not. Masalan, I have not. Buni ikki xil qisqartirish usuli mavjud. Birinchisi I've not yoki ikkinchi qisqartirish uslubi bizda I haven't ga o'zgarishi mumkin. She has da ham xuddi shunday. Agarda bizda she has bo'ladigan bo'lsa, she has not bo'ladigan bo'lsa, bu yerda bizda birinchi holatda she's not ga o'zgaradi. She's not yoki bizda bu yerda ikkinchi holat o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. She hasn't ga o'zgaradi. Darsimizni davom ettiramiz. Biz sizlar bilan o'tgan mavzularda personal pronounsni gaplashib o'tgandik. Endi bugun ularga qo'shimcha sifatida possessive adjectives, ya'ni tegishlilik sifatlarini birgalikda o'rganib chiqamiz. Va ushbu sifatlarning ma'nosini asosan anglatadi. Masalan, misol keltiraman. I have got a book. Mening kitobim bor. Bu narsani have got, has got da biz o'rgandik. Mening kitobim deydigan bo'lsak, unda my book deyishimiz kerak. Yoki you have got a pen. Sening ruchkang bor. Bizda possessive adjective'da bu your pen ga o'zgaradi, ya'ni sening ruchkang. Bizda bu holatda I mendan my ga, meningga, bu yerda I ning ma'nosi men, my niki mening, you niki sen yoki siz, yoki sening yoki sizning biror buyumingizga ma'no anglatadi. He, she, it barchasiniki u degan ma'noni anglatadi. Bu yerda esa barchasining ma'nosi
uning degan ma'no aytadi. Biz bular orasidagi farqni bilamiz. He yoki his o'g'il bolalar uchun, she yoki her qiz bolalar uchun, it yoki its bu yerda bizda jonzotlar uchun, biror bir buyumlar uchun ishlatiladi. Bu yerda yana bir takrorlab o'taman. I myga, you yourga, he hisga, she herga, it itsga o'zgaradi. We biz esa bu yerda our bizningga o'zgaradi. Bizning oilamiz, masalan our family. Bizda you, yani aytib o'tganimdek, bu yerda sen ma'nosida kelgan bo'lsa, bu yerda siz ma'nosida kelgan. Sening yoki sen yoki sening, siz yoki sizning degan ma'noni anglatadi. Bu yerda they ular, their ularning degan ma'noni anglatadi. Xo'p, yana bir necha misollar tuzamiz birgalikda. They have got a big house. Ularning katta uyi bor. Their big house. Ularning katta uyi. Yoki their house is big. Ularning uyi katta degan ma'noni anglatadi. Xo'sh, shu bilan bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Hammangizga e'tibor uchun rahmat.